Men qavziyatni yaxshilaydigan mahsulotlarni iste'mol qildim, ichimni bo'shatadigan mahsulotlarni iste'mol qildim. Lekin jigirimdagi may yo'qmidi da'vatxon do'stlarimizga qarta deydigan gapim bo'lsa, siz to'g'ri usulda mahsulot ishlatmay qilib qolsangiz, haqiqatchi go'har akilib iste'mol qilib olsangizmi sizga manfaat qilmaydi. Yani bunun qarta nima demoqchi degan vaqtda sizning bu tarifingizni bo'shatadigan qandagi mayni seriydi, jigardagi mayni seriydi degan bir xil mahsulotingiz bilan sizdagi jigardagi mayni serib jigarlaringizni yashatib qilib bermaydi. Bunun qarta qanday qilamiz degan vaqtda bo'libmi shu jigarni may qaplash ko'rilgan. Ya'ni shu jigarni may qaplash sababidan chiroyi qardab ketgan, ig'iz ochiq bo'ladigan, xussizlik yomon bo'layotgan. Shuningdek issiqlik, quvvatli mayliq tomoqlarni iste'mol qilish ham Alloh mush qon besimingiz ziyada ta'sir qilib ketadigan ahvollar bo'lib qolgan do'stlarimiz bo'lsangiz, cho'qim holatda mush tibobatniki nayt huzurlik mahsuloti bo'lgan jigarni yaxshilaydigan dinar sharbati, buzuri sharbati, arq kasina, arq gul degandek mahsulotlarni iste'mol qilasiz. Bu mahsulotlar qo'shib, uningdagi mush matbuh abdimon yoki ishtirokli abdimon yoki bo'lmasa mush o'zimizningki maxsus mush jigardagi may, qandagi mayga qarta ishlatilgan mahsulotlarni qo'shish orqali iste'mol qilib bergan vaqtda nayt yaxshi holatda, unumli holatda mush xil ahvollarni unumli yaxshiligi bo'ladi.